Assalomu alaykum YouTube ahli. Mana bugun 25-yil 17-aprel sanasi bioreaktorlarimizga sinov hozir tekshirib ko'ramiz. Chuvalchaklarimiz ishligini. Mana bioreaktorlarimizga toza gung solganimizga 15 kun bo'ldi. Ishligini boshqadan bir tekshirib ko'ramiz. Hamda ishligini baho berasizlar o'zlaringiz. Kimlarga chuvalchak kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Boshqadan hozir bir qator tekshirib ko'ramiz chuvalchaklarimizning ahvolini. Mana chuvalchaklarimiz zichligi juda yaxshi. Mana tuxum ham qo'yibdi, mana mayda sariq tuxumlari bor. Chuvalchaklarimiz bu yerda dim dahshat bo'lib ketibdi, ko'payib. Allohga shukr, barakatini bersin. Kimlarga chuvalchak kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Men Xorazm oblast Gullan tumanida yashayman. Telefon nomerimiz 93 dan 468 51 35. Hamdagan sotuvda biohumuslarimiz ham bor. Mana ko'rsataman bir xaltasini. Mana biohumuslarimiz namligi 30%. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. 15 tonna biohumus hozirgi kunda tayyor turibdi. Sotuvda xohlasangiz xohlagan bahada kelishib beraveramiz. Rahmat, hammaning ishlariga baraka tilaymiz.